Hi everyone, let's begin. So today's IELTS listening challenging for especially beginners. Look at test 1. Men o'zbekcha tushuntirishga harakat qilaman, tushunarli bo'lishi uchun. Bu taskimizda ko'rib turibmizki, listeningda eshitishimizda ko'proq so'z turkumlarini ajrata olishimiz ham, so'zlarni taxmin qila olishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Biz eshitmasdan oldin taxmin qila olishimiz kerak. Shunda listening section qismidan yuqori ball olamiz. Birinchisida mana good sifat, o'shandan keyin ot so'z turkumi kelishi mumkin ko'proq. Ikkinchi berilgan savolimizda ham ko'rib turibsizki, 3 ta nuqtada ham ot bilan sifat, ya'ni aniqlab kelgan so'z kelgan. Bunda ham ko'proq ot so'z turkumi keladi. Uchinchimizda bir guruh nechtadir odamlarning soni keltirilgan, demak odamlar soni kerak bo'lyapti bizga. To'rtinchimizda ko'rib turibsiz, oldindan 3 kun doskadami yoki biron belgilangan jadvaldami deb taxmin qilishimiz mumkin. 5 ta ko'rib turibmiz sana. Mana 16 fevral 3 mart bo'lib kelgan. Demak, shu yerga nima qo'yishimiz kerak ekan? Sanani, date qo'yishimiz kerak. 6-chimizda ko'rib turibmiz, joy nomi kerak, optional extra deyilgan. 7-chimizda ham place. Bunda ham o'rin, joy, ya'ni shahar nomi kelyapti. 8-chimizda 18-mart va nimadir sanamiz. 9-chimizda ko'rib turganingizdek the article bor, undan keyin ot so'z turkumi keladi. Oxirgi 10-chimizda esa ism kelgan, ismdan keyin familiya kelishi kerak. Xuddi shunday shaklda to'ldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.